O'zbekiston yo'llarida ba'zan mana shunday noyob, lekin baribir ko'ngilni xira qiladigan avariyalar uchrab turadi. Masalan, kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Cobalt avtomashinasining yo'lga chiziqlarni chizishda ishlatiladigan bo'yash uskunasi bilan to'qnashgani aks etgan videolar keng tarqaldi. Poytaxt yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabariga ko'ra, ushbu hodisa bundan deyarli 1 yil avval 2025-yilning aprel oyida Yunusobod tumani Tutzor mahallasi hududidan o'tgan yo'lda sodir bo'lgan ekan. Ta'kidlanishicha, hodisada tan jarohati olganlar bo'lmagan. Yo'l transport hodisasi esa qonuniy tarzda rasmiylashtirilgani bildirilgan. Lekin holat bo'yicha bir nechta savollar paydo bo'lishi tabiiy. Cobaltning tez kelgani tasvirlarda yaqqol ko'rinib turibdi. Lekin yo'l ta'mirlash ishlari vaqtida mehnat xavfsizligi qoidalariga qanchalik amal qilingan? Mabodo shu yerda Cobalt ishchilardan birini urib yuborganda nima bo'lardi? Bu savollar hozir javobsiz qolishi mumkin, lekin bundan keyin bu kabi holatlar takrorlanmasligi uchun oldini olish zarur deb hisoblaymiz. Salomat bo'ling.